Assalomu alaykum. Bugun ko'rsatadigan usuli bu fireman usuli. Fireman tuguni. Mana qo'lga ushladik. Bizga uzatilgan ipni o'ng qo'lga, bizga yaqin chap qo'lga. To'pgan ko'prik. Burada ushlash kerak. Birinchi va ikkinchi usul yo oldi yoki oldi orqa usuli bo'lishi kerak. Fireman 3-tugundan boshlash kerak. Mana boshlayman. O'ng oldi usuli, chap oldi usuli. Bu holatda tepada turgan qo'li u muhim rol o'ynaydi. Biz tepa qo'l bilan ishlaymiz. Ushlash, mana shuni ushlash kerak. 1-chi barmoq ipni ushlaymiz. 2-chi barmoq bilan ipni tagidan olib, tepaga ko'taramiz. Keyin mashqa olib kelamiz. To'p raqamga o'xshaydi. Qo'zg'olamiz. Ushladim. Birinchi ko'rsatish barmog'ini derazadan qo'zg'olaman. Ushladim 3-chi barmoqni. O'ng qo'l tepada edi, endi pastga ketdi. Xuddi shunaqa. Ushladim, qisdim. Birinchi tugun o'ng oldi, ikkinchi chap oldi. Endi buni ipni mana shuni ushlaymiz. 3 bilan 3-chi va 1-chi barmoq ipni ushladik. 2-chi barmoq tepaga ko'tarish kerak. Mashqa olib kelamiz. To'rt raqamga o'xshayapti. Mana shuni ushlab, o'tkazib, yordam berib, yana